Manba saqlash xizmatlari uchun to'lov mashinani hozir tezroq yo'qotishga harakat qilamiz. Marketing bo'limiga kirib, yuqorida aksiyalar taqvimi. Xo'p, 29 ta tovarim mana shu rasprodaji, ya'ni chegirmada turibdi. Shuni bosamiz. Mana bu yerga o'tkazish kerak. Muddat tugagan tovarlarni. Mana shu yerga kirib, qo'shish, o'chirish, shuni bosamiz. Biz o'chirib chiqishimiz kerak bo'ladi oldin. Xo'p, mana bu tovarlardan boshlaymiz. Shuni aksiyadan chiqaramiz. Undan keyin manbalardan pul yechotdi. Namundan. Endi orqaga bosib, aksiyalar taqvimi manba yozgi chegirmalar 23-iyungacha shuni bosamiz. Qatnashish va hammasini belgilab, yangi maksimal darajada arzonroq narxi qo'yaman. Xo'p, mana bulardan boshlaymiz. Misol uchun 19900 qilsam, menga mana shu pul qolyapti. Mashina o'zi bo'ladi. Tashimiz. Keyingisi mana bu endi sal qimmatroq ochki. Buni masalan 24800 deb qo'yaylik. Nech pul qilayotgan ekan? 13350 so'm. Даже yana tushirishim mumkin. 23800 so'm qilaman. Hammasini shunaqa qilib qo'yib chiqaman. Narxlarni o'rnatganimdan keyin aksiyaga qo'shishni bosaman. Bo'ldi, mana qarabsizlarki, bu aksiyada 9 ta mahsulotlar ishtirok etyapti, bu yerda esa 18 ta. Endi buni sotilib ketish imkoniyati ko'proq, chunki tovarlar, mahsulotlar aksiyaga chiqadi va odamlar narxi ko'rib, aksiyadaligini ko'rib, tezroq sotib olishni boshlaydi.